2025-yilda eng trend, eng qimmatbaho fasonini biz Pazarg'om tumani Ag'rom mahallasida Haqberdi bobomizni xonadonida tugatdik. Ushbu ishimiz haqida batafsil ma'lumot, narxlari haqida ham batafsil ma'lumot beraman. Videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Azizlar, ushbu ishimiz nima uchun eng trenddagi 2025-yil eng trenddagi eng qimmatbaho fason deb nomladik? Chunki bu fason bizning fasonlarimizning ichida narxi qimmatroq chiqadigan, nima uchun bu eng qimmatbaho eng trenddagi fasonimiz? Ikkita sababi bor. Birinchisi, YouTube'da mana shu fasonimizni Zominda, Jizzaxda Zominida qilganmiz. O'sha 1,5 million prosmotr olgan. Bundan tashqari bu fasonimizda ko'proq nirjaveka, alikafon ishlatilganligi uchun boshqa fasonlarga nisbatan bu qimmatbaho chiqadi, lekin fasonimiz ham narxiga yarasha ishimizni bitta ko'rib, o'zlaring baho beringlar. Xo'p, tashqarini kaziroklari ham ko'rib turganlaringdek dutili variantda bo'lgan. 90% oq rang, faqat 10% gina tilla rangdan foydalanganmiz. Tillalar ham oddiy tilla emas, nirjaveka, tilla nirjavekadan qilingan. Vodostoykalarni ham chiroyli qilib tushirib berdik. Uyni govdasiga mos bo'ldi deb o'ylayman. Haqiqatan ishimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringni bildiringlar. Biz esa ichkarini ko'rsatamiz. Ketdik. Xo'p, ichkariga kirib kelar ekansiz, bu sizga juda ham bir yoqimli atmosfera sizni kutib oladi. Bu uyni tunuka fonini qilishlikda Ilyor akamiz aynan mana shu fasonni tanladi. Bu bizning fasonlarimiz ichida 2025-yil eng trendga chiqqan fason. Chunki mana bu qarab e'tiborlaringizni qarataman. Bu yerda tilla rangli nirjavekalardan ishlatganmiz. Mana bu yerda naqsh ishlatganmiz. Bu naqshlarimiz hammasi alikafondan bo'lgan. Tagida ork stiklolar bor. Ork stiklon tagida LED lampochkalar bor, diod LED shlangalar bor. Bu hozir kunduzi bo'lganligi uchun sizga unday kuchli anaqa bermayapti-yu, lekin kechqurunda bu yana ham boshqacha atmosfera beradi. Haqiqatan bir kayfiyatingizni ko'tarib, xuddi Haqberdi bobomiz aytgandek, xursandchilik yoshingizga yoshartiradi. Yoshartiradi. Sizlar shu uchun endi bu tashqaridagi kaziroqlarni bitta ko'rsatib yuboring. Mana tashqaridagi kaziroqlarimiz sal ko'proq chiqqan, devordan где-то 1,5 metr atrofida. Tagida shestigranniy karniz, dutili variant 90 gradusli qilib, uyni mana shunaqa chiroyli qilib tugatdik. Bu yerda asosan oq rang ishlatilgan, tilla ranglar ham ishlatilgan, kamroq ishlatilgan. Haqiqatan boshqacha. Men bu fasonimiz haqida sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsak, nima uchun bu trendga chiqdi? Azizlar, trendga chiqishligining sabablaridan eng asosiysi shuki, bu high-tech 3D fason 3 ta tomondan qaraganingizda sizga 3 xil ko'rinish beradi, 3 xil emotsiyada. Yondagilari esa bu naqshlari, svetlarining yorug'liklari bu bir-biriga uyg'un bo'lgan holatda odamni haqiqatan kayfiyatini ko'taradi. Azizlar, zo'r joyiga keldik. Ushbu uyimizni tunuka fonini kaziroklari 3 ta tomoni qilingan. Ko'cha tomoni, mana bu yon tomoni, keyin ichkari tomoni. Bundan tashqari darvozaxonamizni o'zi. Mana shu 3 ta tomoni kazirogi va darvozaxonasi mana shu joyda hammasini bitishiga atiga 201 kvadrat tunuka ishlatilgan. Mana shu yerga 36,5 kvadrat nirjaveka bo'lgan. Mana shu ko'rib turgan nirjavekalar, keyin kazirogimizdagi mana bu nirjavekalar, mana shular hammasi haqiqiy nirjaveka, tillodan bo'lgan, rangi uchmaydi. Mana shular 36,5 kvadrat bo'lgan. Bundan tashqari bizlar mana bu vodostoykalar o'rnatib berdik, yomg'ir tushadigan 6 dona vodostoykalar o'rnatib berdik. 12 dona elektromontaj lampochkalarni qo'ydik. Keyin bundan tashqari polni aralariga LED shlangalarimizni o'rnatdik. Mana shu joyda jami bitishligi 43 million 780 ming so'mga bitdi. Biz ushbu uyimizni tunuka fonini 1 kvadratini 170 ming so'mdan qildik. Buni ichiga materiali, usta haqqisi, tagidagi karkazlari hammasi shuni ichiga kiradi. 2025-yil trenddagi eng zo'r, eng qimmatbaho ishimizni yil oxirida Pazarg'om tumani Ag'rom mahallasida Haqberdi bobomizni uyini tugatdik. O'zimizni ishimizga o'zimiz baho bersak, bu qadriyatga to'g'ri kelmaydi. Kelinglar, xonadon sohibidan biz haqimizda fikrlarni so'raymiz. Haqberdi bobo, qanday bo'ldi? Juda a'lo bo'ldi. Juda zo'r bo'ldi. Yana bir bor aytaman, men mana shu fondda ko'rib, shu ishni ko'rib
ko'nglim ochilib yoshardim. Gap yo'q. Ishimizda dunyoda eng muhim narsa, hayotda eng muhim narsa bu odamning ishonchi. Biz sizni ishonchingizni qay darajada oqladik? Juda ham oqladilaringiz. Albatta men roziman. Albatta kim shu kimnidir xonadonida qilsangiz, albatta men ishontirib aytamanki, rozi bo'ladi. Ikkilanmasdan tavsiya qilasizmi bizlar ishimizni? Ikkilanmasdan tavsiya qilamanki, albatta ishonchda oqla ekansiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Azizlar, bilasizlar, masalan, ustadan ko'p kuygan odamlar biladi. Masalan, har xil ustalar bor. Yaxshi ustalarimiz ham ko'p, lekin ba'zi bir ustalar mijozi ko'nglidagidek ishni qila olmaydi, ozgina gap qochib qoladi, to'g'ri kelmay qoladi. Lekin bu Haqberdi akamizning bizlar haqimizdagi bir samimiy fikrlari edi. Agar sizlar ham uylaringda tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, qadriyatli ustalarga pastdagi raqamlar orqali bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Haqberdi bu to'g'risini ayting, kirgan paytda emotsiya qanday bo'lyapti? Juda ham zo'r bo'lyapti. Ko'rgan mana shu elimiz, shu yon hamsiyalar, kim bo'lmasin, men ham o'zimga yarasha do'stim bor. Shular kelib, ko'ngillari ochilib ketyapti. Xursand bo'lyapti. Xursand bo'lib ketyapti. Men ham juda ham shularni ko'rib, yana shu quvonib yuribman. Quvonchimga quvonch qo'shilyapti. Faqat shu bolalarimga rahmat, shu tanijoni sog' bo'lsin. Yangi O'zbekistonga yangi ustalar ko'p bo'laversin. Yangi dizaynlarni chopga qilib, endi xalqni ko'zini xursand qilib yursin. Ana shunday bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Gap yo'q. Men ustalarga albatta uyimdan joy berdim. Ko'ngliga qarab hamma ishlarida, taomlarda rang-barang nima qildim? Bular ham rang-barang qilib chiqarib qo'ydim. Gap yo'q. Ikki tomon ham ishonch qay darajada oqladik? a'lo darajada. A'lo darajada. A'lo darajada. Qo'rqmasdan tavsiya qilasizmi yo'qmi? Qo'rqmayman. Tavsiya O'zim o'qituvchiman. Shu yaxshi ko'rgan, chiroyli o'qigan o'quvchiga albatta chiroyli 5 qo'yardim-da. Men chunki nemis tili o'qituvchi. Gap yo'q. Men nemis tili o'qituvchi. Nemischa podpis qo'yib, chiroyli baho qo'yardim. Men mana shu ustalarga chiroyli 5 emas, 25 ball qo'ydim. Gap yo'q. To'g'risini. Gap yo'q. Bojon, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bizlar ham xursandmiz. Siz xursandsiz, bizlar ham xursandmiz. Bizdan olgan shu pulni ozmi, ko'pmi, yaxshi kunlaringizga. Rahmat. Nima qiling? Shu ishingiz prezident nazariga tushsin. Gap yo'q, rahmat. Azizlar, sizlar ham ana shunday mijozlarni kayfiyatini ko'taradigan, xursand qiladigan usta izlab yurgan bo'lsanglar, mana qadriyatli ustalarga bog'lanaverasizlar. Qadriyatli ustalar sizni, ota-onangizni ko'zini xursand qilish uchun kechasi uxlamasdan astoydil mehnat qiladi. Xizmatlarimiz kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.